Timur aka, mashina olayotganda probega orqaga aylantirilganligini qayerdan bilsa bo'ladi? Mashinaning holati o'zi gapiradi. Hozir men sizga 5 ta belgisini sanab beraman. Birinchisi rul va rulli tegidagi knopkalar. Agar mashina 50 ming va 60 ming yurgan bo'lsa, lekin rulli ko'rasi yillab ketgan bo'lsa, knopkasi yozuvlari ketgan bo'lsa, bu menimcha aylantirgan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi pedali rezinkasi, gazi va tormozi pedallariga qarang. Ularni almashtirish ko'pincha xayoliga ham kelmaydi. Agar tormozi pedali burchaga yelib temir ko'ringan bo'lsa, bu mashina kamida 100 ming, 150 ming yurgan bo'lishi mumkin. Uchinchisi haydovchi sideniyasi. Ayniqsa chap tomonini qarab ko'rasiz. Pravega kam mashinada o'rinda qattiq va tarang bo'ladi. To'rtinchisi oporniy disklar. Agar oporniy diskida baland qirra bo'lib qolsa, bu mashina kamida 80 или 100 ming yurgan bo'ladi. Beshinchisi va eng asosiy elektrobloklar. Ko'p ustalar probegini faqat tabloda o'zgartiradi, lekin